Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvini sizning e'tiboringizga taqdim etmoqdamiz. Navbatdagi qahramonimizni tabriklash uchun ularning xonadonlariga keldik. Hulkaroy ayamizni bugungi tug'ilgan kunlari bilan barcha oila a'zolari, farzandlari chiroyli niyatlar va samimiy istaklar bilan muborakbod etyaptilar. Azizlar, Mehri Daryo va Mo'niz onajonlarimizga, barcha yaqinlarimizga, opa-singillarimizga jamiki yaxshi niyatlar bilan har doimo farzandlarni voyaga yetkazayotgan ota-onalarimizga eng ezgu va samimiy tilaklarni izhor etamiz. Azizlar, o'zining ezguligi va o'zining bir saxovati bilan muborak Ramazon oyi tashrif buyurdi. Mana shunday ulug' oylarda, Ramazon oyida barcha yurtdoshlarimizni, barcha yaqinlarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Har bir insonni ko'ngliga halovat, xonadoniga xotirjamlik, eng asosiysi barchamizni tanijonimizga sog'lik va salomatlik yor bo'lsin. Alloh barchamizni eng ezgu va samimiy niyatlarimizni ijobati bilan siylasin. Barcha yaxshi tilaklarni ayniqsa biz onajonlarimizga izhor etamiz. Hulkaroy ayamizning xonadonlariga kirib chiroyli niyatlarni birgalikda yo'llab chiqamiz. Farzandlar nomidan ketdik. Qayerdalar onaxon? Tabriklaymizmi? Yuringlar. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Ayajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? O'zingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kutmovdingizmi kelishimizni? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim sog' va salomat bo'ling. Hamma yaxshi tilaklarni bildiramiz. Mana bugun tug'ilgan kuningiz siz uchun bir qo'shaloq tantana. Ham muborak ro'za Ramazon oyining birinchi kuni, ham tavallud ayyomingiz. Barcha yaxshi niyatlarni bildiramiz. Musofir yurtidagi shu yerdagi farzandlar nomidan, ayniqsa mana o'zingiz erkalab katta qiladigan nabiralar nomidan alohida tilaklar bilan tabriklaymiz. Sizga o'xshagan onajonlarimizni bilasizmi, nimaga yaxshi ko'ramiz? Bilasizmi? Sababi bizani tarbiyalab voyaga yetkazib, mana qarang, endi bizani farzandlarimizni ham tarbiyalab voyaga yetkazyapsiz. Ilohim kasal bo'lmang, tanijoningiz sog' va salomat bo'lsin. Muborak Ramazon oyida farzandlaringizni duo qilasiz, duolaringiz ijobat bo'lsin. Mehr ko'rsatuvi nomidan ham alohida tabriklayman. Musofir yurtlarda kimlar bor, ularga yaxshi niyatlaringizni olamiz. Mana shu chiroyli guldastani sizga olib kelamiz, tug'ilgan kuningizga qabul qilasiz, ayajon. Ilohim sog' bo'ling, yuzlarga kiring. Rossiyada kimlar bor, aya, kimlardan tabrik kutyapsiz? Rossiyada o'g'lim bor. Ha. Farzandlar hammalari necha kishi, ayajon? 4 ta, bir qiz, 3 o'g'il. 3 ta o'g'ilni tarbiyalab voyaga yetkazgansiz. Nabiralar nechta, aya? Nabiralar 3 ta, 4 ta. 4 ta, ha. Chaqaloqcha kim, nabirangizmi, aya? Bu ham nabiraman. Kichkina o'g'lim va farzandim. Ha. Necha oylik bo'ldilar? Endi 1,5 oylik. 1,5 oylik yangi mehmon ekan-da. O'g'ilchami, qizchami? Qizcha. Ha, ismlarini nima qo'ydinglar, aya? Safiya. Ha, Safiyaxonni ismini kim tanladi, aya? Dadasi bilan ba'zida. O'zlari, hozir yoshlar o'zlari tanlashadi ismlarni. Shularga nima ma'qul bo'lsa, o'shani biz ham lozim topib qo'yaveramiz deydi. Ha. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ha, ilohim. Sizga o'xshagan shirin farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan insonlar bilan faxrlanamiz. Ilohim katta qilsin. Ilohim. Farzandlari bilan ko'payishib bersin, ilohim baxtli bo'lsin. Vali bo'lsin, o'zlari bilan tinchib ketsin, ilohim. Hammasi ser farzand, ser davlat orqamizda qolsin, ilohim. Ilohim. 3 ta o'g'lingiz bo'lsalar, demak 3 ta keliningiz ham borlar-da? 3 ta kelinim. Kelin olgansiz 3 chovlariga ham? Chovlariga ham olganman. Qizingizni uzatgansiz? Yo'q, hali qizim endi o'qishda. Ha. Xudo xolasa endi. Ha. 3 ta keliningiz yaxshilab xizmatlaringizni qilyaptilar? Xudoga shukr. Bitta qizimga 3 ta kelinim qizda. Ha. Opa ularga. Ha. Kelinlar qizingizda bo'lib qolishdi-da endi. Bitta qizimga 3 ta kelinim opa bo'lishib yurishdi deydi.
Kelinlarni kim tanladi aya? O'zingizmi yo o'g'illaringizmi? O'zim tanlaganman. Qayerda? O'zingizni qishlog'ingizdanmi? Bittasi Novdan, Ha. bittasi Saidqo'rg'ondan, Ha. bittasi o'zimizda. Ha, ilohim baxtli bo'lishsin. Hammasini Tanish o'zim bilishlarni qizida. tanlaganman. So'rab surishtirib Begona. topganda siz a? Begona hammasi, ha, endi Xudo bo'lgandan keyin hammasi o'zimizga qarindosh, urug' bo'ladi-da endi. Ha, ha, ha. Xudogarchilik, minginchilik deb hammasi o'zimiz bilan shunday. Ayajon yana bir bora tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Qobiljon nomlaridan, Gulzodaxon nomlaridan, barcha oila a'zolaringiz nomlaridan, umr yo'ldoshingiz Qahramon aka nomlaridan yana bitta tabriklayman. Bobirjon, Javohirjon nomlaridan, onajon nomlaridan, Zaynuraxon, Feruzaxon hamda Shirintoy nabiralaringiz Imronbek, Zubayr, Safiya Bonular nomidan alohida muborakbod etaman. Ilohim sog' bo'ling, ikki dunyo saodatini ko'ring. Muborak Ramazon oyi xonadoningizga xotirjamlik, qalbingizga huzur, halovat, farzandlaringizni hayotiga omad olib kelsin ilohim. Barcha yaxshi niyatlarni bildiraman. Bugun birinchi kim tabrikladi aya? Hammalari ertalab turib tabriklashdi. Hozir farzandlardan kimlar Rossiyada musofir yurtida aya? Shu o'g'lim bilan qizim endi musofir. Ha, Biri Dushanbada, biri Rossiyada. ha, ha, ha. Qolganlari hammasi oldimda hozir. Ha, kelinlar oldingizda xizmat Hammasi qilishyapti. oldimda, hali bo'lak bo'lishgan yo'q. Hammasi o'zim bilan birga, Xudoga shukr. Hozir 3 ta kelin bilan birga yashaysiz. Birga yashayman. Boshqarish qiyin emasmi aya? Yo'q, nima? Opa singildek bo'lib qolishganmi? Ha. Insof o'zlariga bersa ilohim. Hammasi Endi opa siz ukalarga berishdi. farzandlar kelinlar bilan telefon orqali bog'lanib kelganman. Kelinlar juda ham chiroyli ta'rif berishdi sizga. Onajonimiz bizani qizlaridek qabul qilganlar, juda ham yaxshi ko'ramiz. Bizani farzandlarimizni bizdan ham ko'proq yaxshi ko'rib, tarbiyalab voyaga yetkazib beryaptilar deb sizni juda ham chiroyli ta'riflashgan. Ilohim sog' bo'ling, hamma yaxshi niyatlarni bildiraman. Qahramon aka tabrikladilarmi aya? Tabriklaylar. Qachon tabrikladilar? Birinchi xo'jayinim Ha, tabriklaylar. chiroyli niyatlarni aytib, Shunday, ha. o'zlari shu yerdalarmi yo ish bilan chiqib ketdilar? ishdalarda. Ha. Davlat ishidalar. Ha, ishdalar. Ha, siz shirin shakar nabiralar bilan Shular bandsiz. bilan man band. Ha. Safiya boni yig'loq emaslarmi? Yo'q, yo'q. Yaxshilarmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Katta konimda ikkita o'g'il. Ha, Kichkinachamda bitta qiz. ha. O'rtanchimda bitta o'g'li bor. Ha, Endi uchta yana Xudo o'g'il xohlasa- nabirangizu bitta yana qizcha Xudo bo'pti-da. xohlasa, ha. Ha. Yana Xudo xohlasa nevarali bo'lamiz. Xudo xolasa. Ilohim, ha. Ha. Ilohim bag'ringiz shirin shakar nabiralarga to'lib ketsin. Yana bir bora Ilohim, tabriklayman. rahmat. Hamma yaxshi niyatlarni bildiraman. Tug'ilgan kunlaringizda kelib har yili tabriklash nasib qilsin. Ilohim, 3 ta o'g'lingiz, qizingiz bilan telefon orqali bog'langanimda Mehridaryo volidamizni bizani farzandlarni niyatlarimiz juda ham ulug'. Xudo xohlasa payg'ambar yoshlarida imkon topib undan ham oldinroq ota-onamizni har ikkovlarini hajga umra safarlariga jo'natishni niyat qilganmiz deyishgan edi. Ilohim hojona bo'ling, hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Biza kirib kelib sizni tabriklashimiz bilan ko'zingizga yosh keldi. Nimaga aya? Nimalar yodingizga tushdimi yo xursandchilikdanmi? Xursandchilikdan a? Ilohim sog' bo'ling aya, farzandlarni rohatini ko'ring. Ilohim. Agar ruxsat bersangiz, farzandlardan, kelinlardan bir og'iz yaxshi niyatlar olsak-a. Rahmat. Rahmat. Ilohim ko'paysin. Yana nimaga yig'layapsiz aya? Xursandchilikdan shular Sevinch yoshlari. Qiynalgan paytlaringiz Qiynaldim. esingizdan chiqib ketadimi shunaqa kunlarda? Mana Xudoga shukr, bari uylik joylik. Farzandlik ilohim tinjib ketishsin. Ilohim. Aya, qaysi o'g'lingiz sho'x bo'lganlar? Kattakon. Katta o'g'lingiz erka bo'ladi endi birinchi farzand baribir. Qaysi o'g'lingiz ko'proq sizga yordamchi bo'lganlar? O'sha kattakonimda endi katta bo'lgan uchun dadaga ham, menga ham ko'proq yordamchi bo'lgan akalari, ukalari sal voyaga yetguncha nuqul yonimizda ushlaydi-da. Endi katta bo'lib ham mana ukalarini yoniga olib shada endi katta dadasiga yordamchi. Yoshligida qizim kichkina yo'q edi ham. Faqat menga yordamchi ushlaydi-da. Qizim yo'q. Katta o'g'lingiz a? Katta farzandim, o'g'il edi, lekin rosa Hamma ishlaringizga yordam Hamma bergan. ishimga yordam beradi. Ha. Xudoga shukr, hammasi ham yaxshi hozir. Endi ular katta bo'lgandan keyin endi hammasi mana o'zini ishi bilan. Ha, hammalari o'zlari bilan band bo'lib, shunchalik mana sizni ardoqlab yurishadi a? Ilohim xursandman.
Sog' bo'ling ilohim. Baxtli bo'lsin. O'zlaridan ko'paysin. Niyatim shu. O'zingiz aytgandek Ramazon oylarida niyatimiz shu. Ilohim o'zlaridan ko'payib baxtli bo'lsin. Ilohim. Bugun saharlikka turdingizmi aya? Ro'za tutdingiz a? Duolar qilib, yaxshi niyatlar qilib. Yaxshi niyatlar tilab o'sha yana bilan turib o'qamiz. Ha. Ikkovlaring birgalashib saharlik qilib, duolar qildinglar. Ilohim ro'zalaringiz, duolaringiz qabul bo'lsin. Yana bir bora aytaman, biz sizga o'xshagan onajonlarimizni yaxshi ko'rishimizni sababi farzandlarini ham tarbiyalab voyaga yetkazasizlar. Shuning uchun hamma yaxshi niyatlarni bildiraman. Mana katta bo'ldi endi nevaralar bilan-da. Ha, vaqt nevaralar bilan o'tadi-da endi. Shunday. Shularni ham endi farzandlaring katta bo'lgancha, nevaralaring o'lganingcha degan ekan. Shundoq endi shu dunyo qanchalik dunyoda turganimizcha shular bilan nima bo'lamiz endi. Keyinchalik inson mana farzandini ko'rsa ham farzandi yaqinroq bo'lib qoladi deyishadi. Nabiralar undan ham yaqin bo'lib qoladi. Yanagidan mag'zi shirindim. Bolalarim endi katta bo'ldi. Nevaralar bilan ekanda endi ulardan ham bularni yaxshi ko'rar ekansiz. Qahramon akaga ham yaxshi niyatlarimizni yetkazasiz. Farzandlar alohida aytib o'tishgan. Mehridaryo volidamizni tabriklagani borganingizda Padaru buzrukvorimizga ham yaxshi niyatlarimizni yo'llaysiz. Sababi Padaru buzrukvorimiz hamda Mehridaryo volidamiz mana hali ham bizani farzandlarni shirin tashvishi bilan yashab kelishmoqda. Qanaqa qiyinchiliklar, muammolarimiz bo'lsa hamisha beminnat suyanchig'imiz Padaru buzrukvorimiz bo'ladilar. Beminnat maslahatgo'yimiz aziz volidamiz bo'ladilar deb har ikkovlaringga yaxshi niyatlarni bildirishgan. Qahramon akani ham Ramazon oyi bilan tabriklaysiz. Farzandlarni chorlaymiz. Mana bugun vajonimni tug'ilgan kunlaringizga kirsinlar, baxtimizga sog' bo'lsinlar. Nevaralarni ham baxtini ko'rsinlar. Sog' bo'ling. Bayizlarga kiring, iloyim baxtimizga sog' bo'ling. Bolalaringiz rohatini ko'rib yuring. Rahmat. Xizmatlarni qilyapsizlarmi hammalaring? Qiynalmasdan, charchab qolmasdan. Bu onaxona tug'ilgan kunlariga endi yelib yugurib xizmat qilasizlar. Xudo xolasan. Sog' bo'linglar, charchamanglar ilohim. Onaxona qaysi xislatlarini yaxshi ko'rasizlar qizlar? Hamma xislatlari yaxshi. Uchovlaring opa-singildek bo'lib qoldinglarmi? Tortishmaysizlarmi? Yo'q. Sog' bo'linglar, a? Shirin shakar farzandlarni voyaga yetkazib bersinlar. Rahmat. Hamisha yo'llaringda bo'lsinlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling dadasi baxtimizga, bolalaringiz baxtiga, vamlan baxtlariga. Sog' salomat keling. Bobirjon yaxshimisiz? Rahmat. Mana bugun onaxona tug'ilgan kunlari sizni nomingizdan, jigarlaringiz nomidan tabrikladik. O'zingizni yaxshi niyatlaringiz onaxonga. Jonim yaxshi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oilamiz baxtiga, oila, dadam, ham hammamiz baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yuzga kiring. Rahmat. Oilamiz baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onajon sizni yaxshi ko'raman dedingizmi bugun? Ha. Qachon? Biz o'zi kechagina Qirg'izdan keldik. Qirg'izistondan ham qarindoshlarimiz bor. O'sha ta'ziya bo'lib qolgan shaqa borib, mana bugun kelib, ertalabdan yetib keldik kechqurun. Tug'ilgan kunlariga yetib olaylik deb. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar sizlar ham. Siz ham sog' bo'ling. Rahmat. Imronbek yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Bugun kimni tug'ilgan kuni balajon? Onamni. Siz qachon tabrikladingiz? Ertalabmi? Bo'ling. Yaxshi niyatlarni aytdingizmi? Ana Zubayr sho'xlik qilyapti. Har doim sho'xlik qiladimi? Sho'xlik qiladimi? Mamma deydi. Mamma deydi, qorni och qoladi-da Zubayrni. Onajon tabriklayman deb qo'ying. Onajon tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling deng. Baxtimizga sog' bo'ling. Zubayr Rossiyada kim bor balajon? Dadam.
Dadajon Rossiyadalarmi? Ha? Sizga nima berib yuborsinlar? Snickers. Snickersni yaxshi ko'rasizmi? Bo'ldi, bugun amakingiz sizga Snickers olib kelib beradilar, xo'pmi? Ha? Uning uchun siz dadajon sizni yaxshi ko'raman deb mana shu yerga qarab aytishingiz kerak. Shunda. Ayting mana shu yerga qarab. Dadajon sizni yaxshi ko'raman. Aha. Menga qarang, Imronbek, siz bugun nimaga bunaqa forma kiyib oldingiz? Shunga. Tug'ilgan kuni uchunmi? Aha. Bu kimning formasi? Meniki. Kimlar kiyadi bunaqa formani? Politsiyalar, soldatlar kiyishadi. Katta soldat bo'linglar, ilohim sizdan. Meni ham tug'ilgan. Qachon bilan tug'ilgan? Ertaga sizning tug'ilgan kuningizmi? Ertaga aniq sizga amakingiz, onangiz Snickers olib berishadi. Maylimi? Tug'ilgan kuningizda mazza qilib yeysiz, ha? Sog' bo'ling, Zubayrga ham qarab turing. Kim moshinchalik tort olib keladi? Moshinchalik tort olib kelinglar bilan tug'ilgan kuningizda. Erta tug'ilgan Keyin siz Safiya Bonuga ham qarashib turing, yordamlashib turing, kelishdikmi? Ha? Sog' bo'ling. Siz Safiya Bonuga, Zubayrga qarasangiz, sizga Rossiyadan dadajoningiz moshinchalik tort, Snickers berib yuboradilar, mayli? Sog' bo'ling-a. Jannatim baxtimizga sog' bo'ling, Xatoyim. Uzoqdagi uchun o'ylashib turib tabriklamaganimga uzr. Sizni yaxshi ko'raman. Sizga loyiq qiz, sizga loyiq o'g'il bo'laylik hammamiz. Xo'jona qilaylik, dadam bilan baxtimizga sog' bo'linglar. Sizni yaxshi ko'raman, bajom bilasiz. Sizni sog'inganimni ham bilasiz. Sizlarga kirib qanday baxtimizga sog' bering, bajom. Juda yaxshi ko'raman, juda sog'. Sog' bo'ling onajon, o'qishlaringizga omad. Rahmat. Endi nima deymiz endi baxtimizga sog' bo'lsinlar. Orzu havasimizni ko'rsinlar. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsinlar. Biz endi dunyodagi endi hamma yaxshi niyatlarni shu onajonimizga tilaymiz-da. Nimaiki niyatlari bo'lsa niyatlariga yetsin. Sog' bo'ling, Alloh panohida asrasin sizni ham. Rahmat. Ayajon, yana bir bora barcha farzandlaringiz, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan yaxshi niyatlar bilan tabriklayman. Ilohim sog' va salomat bo'ling. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring. Hamma yaxshi niyatlaringizga yetib yuring. Yana bir bora musofirdagi, shu yerdagi farzandlarga yaxshi niyatlaringiz, aya. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsin. Vali bo'lsin. O'zlari bilan ko'paysin. Dunyo turgancha tursin. Hamma yaxshi niyatlarim farzandlarimga. Ilohim o'zlari tinchsin, o'zlari bilan. Ilohim siz ham sog' va salomat bo'ling. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxla olmaysiz hech, ming bor o'ynab kula olmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech sizni yaxshi ko'raman ona deyishgan. Rossiyadagilar, shu yerdagilar, ayniqsa o'qishdagi qizingiz nomlaridan alohida tabriklayman. Sizni sog'inibdilar. Ilohim hamma farzandlaringizni orzu havaslarini ko'ring. Qahramon akaga ham yaxshi niyatlarimizni yetkazib qo'yasiz. Tug'ilgan kunlaringizni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Ilohim dunyo turgancha turinglar. Hamma yaxshi niyatlarimni tilayman sizlarga ham. Ilohim hammaga baxt ulashib yurishda charchamaylar. Ilohim rahmat aya. Yaxshi niyatlar hammasi sizlarga. Bizga kiringlar, baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Nevaralaringizni o'z havasini ko'ring. Dadam bilan qishda qarab, baxtimizga sog' bo'ling. Tabriklayman qo'llaringiz bilan. Rahmat.
azizlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali navbatdagi qahramonimiz farzandlarini endilikda shirin shakar nabiralarni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan Hulkaroy ayamizni tug'ilgan kunlari bilan farzandlar, barcha yaqinlar, nabiralar nomidan samimiy tabrikladik. Mehr bergan beminnatimsiz, ilk ko'rganim muhabbatimsiz, zamin ichra chin jannatimsiz, yaxshiyamsiz, borsiz onajon, quvonchimning adog'i yo'qdir, yo'lim ravon qadog'i yo'qdir, yuragimda hech dog'i yo'qdir, yaxshiyamsiz, borsiz onajon. Yaxshiyam bizning yonimizda mana shunday duo qilib turguvchi onajonlarimiz hamda otajonlarimiz bor. Ular bor ekan biz har doimo hayotda shodon yashayveramiz. Hulkaroy ayani yana bir bora musofirdagi farzandlari, shu yerdagi farzandlari, umr yo'ldoshlari, yaqinlari nomidan, mehr ko'rsatuvi nomidan chiroyli niyatlar bilan muborakbod etamiz. Ilohim sog' va salomat bo'lsinlar. 100 yoshga yetganlarida ham bardam baquvvat bo'lib, shirin shakar nabira evaralarni tarbiyalab, voyaga yetkazib beraversinlar. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim guli rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim mehribonim tug'ilgan kuni sabab yasharman qunab o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab kulgisi bayram baxtimga hamdam 100 yoshlar bilan yuzlashsin onam 100 yoshlar bilan yuzlashsin onam qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim guli rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim mehribonim tug'ilgan kuni beg'uborim tug'ilgan kuni